Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025-yil 4-oyning 6-kuni yakshanba kuni kech. Amerikaning prezidenti Donald Trump ikkinchi qitim, ya'ni garchi uzluksiz bo'lmasa-mu, ikkinchi qitim Amerikaning prezidentligiga saylangandan keyin, ya'ni 47-navbatlik prezidentlikka saylangandan keyin shu 3 oyga yetmagan vaqt ichida uningki davlatni idora qilish jihatiga qo'llangan siyosatlari Amerika xalqini, jamiyatini, ham shundaqla dunyoni hayroni haslikka cho'ktirib o'tdi. Ya'ni bu mablag' sog'uvchilarda, iste'molchilarda, aholida va Amerikaning qo'shni davlatlarida jumladan hamma qit'adagi Amerika bilan munosabatlik, ya'ni bog'lanishi bo'lgan, ilm berimi, savdosi bo'lgan davlatlarning hammasida har xil holatlarni paydo qildi. G'azab, tashvish, jilichilik, qo'rqish. Ya'ni bu xil holatlarni paydo qilgan bu ishlar qisqa vaqtning ichida bizga nimani eslatadi desa, Bolsheviklarning, ya'ni Rossiya bolsheviklarining daisi bo'lgan Vladimir Ilich Leninning buni so'zini eslatadi. Shundaq bir necha 10 yillar bo'ladi. Bu 10 necha yilning ichida yuz bergan ishlar ba'zidagi 2 haftadan bir necha haftaning ichida yuz bergan ishlarga yetmaydi, ya'ni hech bo'lmagandek tuyuladi. Shu 10 necha yilning ichida. Shundaq bir necha haftalar bo'ladi. Necha 10 yilning ichida yuz bergan ishlar barliq kelgandek bo'ladi degan gap aslida. Ya'ni shu 2 yarim oyning ichida 10 necha haftaning ichida Amerikaning, ya'ni yangi Donald Trumpning kabinetninki a'zolarining vazifaga o'ltirish bilan nurg'un ishlar bo'ldi. Masalan, Elon Muskning Doge'ninki nimalarni qilayotganligini dunyo bildi hozir. Ya'ni hokimiyat sistemasidagi isrofchilikni yo'qotamiz, unumsizlikni tuvallatamiz, ya'ni ish unumdorligini tuvallatamiz, isrofxo'rlikni, cheriklikni yo'qotamiz degan ashundoq maqsad yoki shuar bilan Amerikaning har qaysi ministr darajalik o'rinlarga nazorat kelib, bundaq aytgan vaqtda kuzatib, ba'zi o'rinlarning fondini, pulini qisqartib o'tdi, ba'zi o'rinlarni taqib o'tdi. Hadab markaziy, ya'ni federal government deb qo'yamiz, markaziy hukumat tarmoqlari ishlaydigan xizmatchilarning sonini qisqartishga boshladi. Bu albatta shu sohada xizmat qilayotgan odamlarning, shu ishdan chiqib ketgan odamlarning, buning ta'sirga uchragan odamlarning hayotiga, shaxsiy hayotiga, sog'lomligiga, iqtisodiy jihatdagi bexatarligiga, hayotga tutgan qarashiga nurg'un narsalarga ta'sir ko'rsatadi. Besh kelmagan odam uqmaydi uni. Ya'ni Amerikada bir odam shunday ishsiz qolgandan keyin ma'lum mazgil ishsizlik maoshiga iltimos qilsa bo'ladi, ammo uzun bermaydi, ko'p bermaydi uni. Undan sirt xizmatdan qolgan odam bir necha xil narsalardan mahrum qiladigan gap. Ya'ni salomatlik sug'urtasidan, idoraning pensiya puli qo'shib beradigan pulidan, muqim puli maosh bo'lmagandan keyin o'ziningki 401k, ya'ni xususiy shirkatda ishlagan bo'lsa, hukumat tarmoqlarida yoki foyda olishni ko'zlamaydigan idora jamiyatlar ishlagan bo'lsa, 403b deymiz. Bular qo'ydigan muqim yoki maqsadlik, nishonli qo'yayotgan, sistemni qo'yayotgan pulidan mahrum qoladi. Chunki bu odamning oldidagi vazifa o'zining ko'z oldidagi kunlik hayotininki chiqimlarini ko'tarish bo'ladi. Shunga bu nurg'un odamlarni hayron qoldiradi. Uning ustiga o'zininki Shimoliy Amerikadagi ikki qo'shnisi bo'lgan Kanada bilan Meksikanaga baj qo'yish masalasi ikkinchi ayning o'ttirlardimi? Bu masala ikki davlat o'rtasida muayyan
azroq bir surkilishlarni va kelishlarni, kengishlarni barliq keltirdi. Shu vaqtda paylar bir tushishga boshlagan. Hamda nurg'un davlatlarga, ba'zi davlatlarga 46% boj qo'ydi. Xitoyga o'tganda 20% qo'ygan, Meksika, Kanada bilan qo'ygan vaqtda. Endi bu qatam yana 34% qo'ydi, demak 54% qo'ydi, ana shu kursni qo'ydi. Buning ta'sirida Amerikaningki pay cheki bozorida shundaq o'zidan savdo qilgan davlatning hammasininki melidan elinadigan tamojna bejining nisbatini o'stirib o'tganlikdan pay cheki bozorida yoki aksiya bozorida cho'ng cho'kish oldu. Bu cho'kish abay deganidek 2020 yildagi vabo mezgilidagi cho'kishga o'xshash. Ba'zilar hatto uni 2008 yildagi pul muomala krizisi keltirib chiqargan, ya'ni uy mulk sohasidagi cho'kishga o'xshatyapti. U chaqda buna aytdi ishlar qo'rqinchli bo'lgan. Ba'zi yolg'onchiliklarni ifodalangan, masalan, Bernie Madoff deydigan tutilmay kelgan aksiya bozoridagi shirkatim bor deb xalqlarning pulini yeb olgan bir odam bor. O adam turmada o'lib ketdi. 99 yillik sot turmaga jazolanib, turmaga tushibda, kesilib. Ponzi yelesini ishlatib zamonimizda, paychika bozorida, aksiya bozorida. Undan Lehman Brothers'ga o'xshash mablag'li shirkatlar vayron bo'lib ketgan. Ba'zi Amerikaning jon tomiri munosabatga, iqtisodiy munosabatlik ba'zi sohalarni Obama hukumati shu vaqtda Amerikalik boj topshiriqchilarning aholilarninki topshirgan bejining puli bilan qutqizib qolgan. Ya'ni bozor egiliginin qonuniy bo'yicha bo'lgan vaqtda vayron bo'lib ketsa, vayron bo'lib ketish kerakdalik unda qimmat qutqizib oldi. Chunki u nurg'unlagan, millionlagan odamlarning hayotiga, turmushiga ta'sir ko'rsatdi. Hukumatning funksiyasi shu. Ya'ni xalqning farovonligini eng yuqori maksimum darajada qilish agar nurg'unlagan odamlar ishdan qolib qolsa, har bir ishsizlik nisbati 1% o'sgan vaqtda, ishib ketgan vaqtda o'lim yetim hodisalari, ayollarning ajralish nisbati, bolalarning yetim bo'lish nisbati, o'zini o'ldirib olgan ishlar, har xil ro'y kasallar ortib ketadi. Buning statistik iqtisodiy jihatdagi tadqiqotlari ilib berilgan. Shunga bu ishsizlik nihoyatda og'ir narsa. Shu vaqtda 2008 yili ashna bo'lgandan keyin Obama hukumati shu vaqtdagi moliya ministrligi va boshqa o'zining kabinetlarini tashkillab, tarif degan siyosatni yo'l qo'ygan. Troubled Asset Relief demasini, fond deb, ya'ni nihoyatda xatarda qolgan mulklarni, aksiya mulklarini qutqizish fondini ta'sis qilib, qutqizish faoliyatlarini elib borgan. Natijada iqtisod asosda asli kelishga boshlagan, buningga 5-6 yildak vaqt ketgan. Hamda bu qitimqi COVID-ninki ta'siridan iqtisodning cho'kishi, Harvardninki iqtisodshunosi Kenneth Arrow degan kishining degandek 7 yilga cho'zilmadi, 2 yilning ichida uni qutulib chiqqan. Ya'ni bu Trumpning birinchi qitimliq vaqtida o aholilarga shundoq qutqizish pulini bergan. Bidenning vaqtida qutqizish pulini bergan. Natijada nima bo'ldi desa, mol bahosi o'rlab ketgan. Ishsizlik dastlabda ish bitib, keyin har xil iqtisodiy siyosatlarninki unumlik, masalan, Markaziy bankininki iqtisodni, ya'ni o'simni yaxshi o'simdan iborat, bu o'sim nisbatidan iborat bu qurolni yaxshi ishlatish natijasida iqtisod asliga kelib, ishsizlik tuvallab, mol bahosi nisbatan turaqlashib, yaxshiroq bo'lgan ahvolga kelgan. Hamda Trump
bu karxanachi elishilgan adam bu taxtga chiqsa, iqtisod texim yaxshi bo'ldi deb o'ylagan. Men o'tgan yilning oxirida bu xulos so'zimda 2024-yil iqtisodga aslama 2025-yil iqtisodga nazar degan bir leksiyamda o'shkab degan. Bundan keyingi Amerikaning iqtisodining qanday bo'lishini nisbatan aytgan vaqtda, ya'ni 2023-yil, 2024-yil Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi. O'simni üstlagan bo'lsa-mu, ishsizlik nisbati ortib ketmadi. Yani iqtisodni bir cho'ng aeroplanga o'xshatsak, bo'ron chapqin shunda bo'lsa-mu, aeroplan oxirida bexatar qo'ndi. Azroq silkinish bo'lgan bo'lsa-mu, o'lim ehtimolsiz bo'lmadi degandek bir o'qishni qilgan. 2025-yili bir ikki qatim leksiya so'zladim. Shu leksiyarimda dedimki, buningki 2025-yilda iqtisodning qanday bo'lishi Trumpning yurgizgan siyosatiga bog'liq degan. Trumpning davlat siyosati, masalan, ko'chmanlar siyosati deymiz. Anınki deregulation deymiz. Yani iyilik tikicilərə, karxanalara qoyulğan hökumətin hər xil putaqları var, hər xil qanun nizamları var, baş quruşunu boş tuş deymiz. Bu cəhətdə anınkin Amerikanı dünyanın kripto mərkəziga aylandırmaz deyilən şuarları kişilərə nisbətən optimistik, ümid var bir xil aşnaq bir keyfiyyətini bəxş etkəndi. Ala bu adam deganning hamma qildi. Ya'ni boshqalarga biz mal satsak, boshqalar bizning belimizga egri boj qo'ydi. Ammo boshqalar bizga mal satsa, biz ularning melidan tamojna bejini azalmaymiz. Buning o'zi tengsizlik, haqsizlik, reciprocal, ya'ni tang-tang. Sen men qanday muomala qilsam, men senga bunday muomala qilma deyishimiz kerak deb qaraydi. Bu odamningki fikrida bir xil izchillik bor, ko'pchilik. Men 2017-yili Trump taxtga o'tgan vaqtda yozmamda yozgan, uni o'qib qo'ydim. Birinchi qitim taxtga o'tgan vaqtda va ikkinchi qitim taxtga o'tgan vaqtda shu kundagi o'ylarimni yozib qo'ydim. Bu odamningki qayt-qayt saynistik sabab nima desa, Amerika xuddi dunyoning qutqaruvchisidek bir xil holatda o'ziningki qiyinini iqtib boshqani qutqaruvchidek mushuna bo'ldi, ziyon tortdi. Xalqaro savdoda masalan Xitoy dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin o'zining degan va'dalariga amal qilmay, bak foydalanib ketdi. Xalqaro savdoda Xitoy ustunlikni egallab ketdi. Amerikaningki ishlab chiqarish bazalari vayron bo'lib ketdi. Amerikaning aholilari, ya'ni ayni vaqtda yag'ir sanoat, yenik sohasida ishlagan odamlar ishsiz qolganlikdan bular ish bo'lmagandan keyin bo'ldi, tushkunlash shuni bilan fentanil chekdi, zarli chiqimni chekdi, o'lim ehtimolları ishib ketdi. Bizning sanoat bazasimiz yemirilishga qarab mangdi. Kishilar umidsizlik tushdi, ishsiz bo'lgandan keyin Amerika chekindi degan mushu shuarni ko'tarib chiqqan. O gapining asosi bor, asossiz emas. Shuning natijasida qanday bo'ldi deganda birinchi qitim saylangan. Birinchi qitim 2018-yilda Xitoyning mallariga nisbatan tamojna bejini qo'ygan. Amaliyotda Xitoyning mallariga nisbatan tamojna bejini qo'yish Obama qilgan. Kishilarning diqqat qilib bilmaydi. Ya'ni 2009-yilda 2012-yilning o'rtasida Xitoylar mashinaning choqlarini Amerikaning bozorlariga to'kma qilyapti deb. Ya'ni o choqlar Xitoyning o'zida qimmat, ammo Amerikaning bozorida Xitoyning davlatchiligi bozorda azon. Bu orqali Amerikaningki choq bozorini, kauchuk bozori demdik, choq bozorini shunday o'tdamoqchi egallab oldi deb Obama 3 yilda 35% shunday nima olgan. Tamojna bejini shunday yuqorlatgan. Obama o'sha gapni maslahatchilardan so'ragan ekan ayni chog'da. Shu Xitoylarga savdo jihatda, kengchilik qilish jihatda Bill Clinton bakchiq yo'l qo'yyaptimi qandaq deb. Amaliyotda biz qaraydigan bo'lsak, Xitoyning yaqinqi zamondagi ko'tarilishi o dunyo savdo tashkilotiga 2000-yilning 5-da kirgandan keyin bo'ldi.
Onun aldığı her qıtımının kişilik hukuk qatırsını tekşirab Amerikan parlamenti, yani ki most favored nation'ı beremdik, bəməmdik. Tibetlərə qandaq muamele qılıwatıdı, yo başqa millətlərə qandaq muamele qılıwatıdı, Xitay demokratları qandaq muamele qılıwatıdı da başında şart qoyup parlamentdə münazir qilishib, anakin bir yildan uzatatdı. Eğer onunki siyaseti sal kengrak bolgan bolsa, beretdi, bolmasa sen maaşını qılsan sana soğuda etibar beradigan dövlət qatarda muamele qılmaymiz deydi. Onun mallardan çek qo'yadi demekçi. Yoki miqdori jihatdan yoki bo'lmasa aladigan tamojna bejidan jihatdan yuqori qiladi. Ama Dünya Soğuk Teşkilatı'na kirgandan keyin, yana Dünya Soğuk Teşkilatı'nın asli kelib chiqishi 2 dunyo urushidan keyin Amerika başçılıqdagi yadroliqdagi g'arb kuchlari 1947-yili 11-oyda hozirgi Svitserlarning Jenevada 23 davlat birlashib, bir-biri bilan bo'lgan o'tirishidagi savdo to'saqlarini buzib tashlab, savdoni ilgari surish uchun qurilgan bir narsa, uning to'liq atalishi JAT deb qo'ydi. General Agreement on Trade and Tariff deb qo'ydi. Savdo va tamojna BC haqidagi umumiy kelishim. Keyin u asosda taraqlib 1994-yil deyman, 1994-yil 95-yil kelgan vaqtda lekin dunyo sahili dunyo WTO World Trade Organization bo'lib o'zgargan. Lekin bu World Trade Organization'ninki bak kuchi yo'q. O Dünya Bankasida yoki bo'lmasa pul muomala fondida bak kuchi yo'q. Bular huquqliq, iqtisodlik organlar. World Trade Organization'da davlatlar bir yerga kelib, o'zaro bir-biriga savdo jihatda, savdo tamojna bejini tuvanlatish jihatda ma'lum bir o'zlarining mollariga nisbatan bajni kechirim qilish yoki baj nisbatini tuvanlatish jihatda shunaqa kelishilgan bir o'rinimdi. Demak, bu Dünya Savdo Teşkilatı'ga Xitay mı Amerika'nı, azqigan Amerika mı Xitay'ni, azqigan Amerika nimini azqigan məsələn bu 2013-yili 2013-yili Hindistan'ı azqigan, yani quyosh kun taxtasini Hindistonliklar o'zimiznikini ishlatamiz, Amerikani olmaymiz deb Amerika yangi olgan shu joyda. Demak, bu davlatlar bilan davlatlar o'tirishdagi bu savdo urushi daim shunday bo'lib kelgan. Reaganning vaqtidami shu, Reagan ayni vaqtda Amerikaniki shu meg'izlarni, walnutlarni Yevropa bozoriga olmagan vaqtda shu olmasan uni qilma, buni qilma deb oxirida kelishib qolgan. Yani savdo, tijorat degan insoniyatning madaniyatiga o'xshash koni almasaqdan tortib odamlarni tijorat qilish, o'xshamagan xalqlar, o'xshamagan rayondagi xalqlar bir-biri bilan tijorat qilishib, bir-biriga foyda berishib kelgan. Tijoratning prinsipi shu, o'zaro foyda yetkazgan vaqtda munosabat davomlashadi. Foyda yetkazmagan vaqtda qurib qoladi, xuddi tog'dan kelgan suv qatiyib ketsa, suv kelmagandek bir ish. Bu yerda tijoratning tub davomlashishiga sabab tijorat qilish ikki taraf barobar o'rinda o'zlari manfaat yetdi, manfaat yetdi deb his qilgan vaqtda birisi A B'ga sotadi, B A'dan oladi. Mana olsam foyda qiladi deydi, mana sotsam foyda olaman deydi. Ama o shaxslar o'tirishga, rayonlar o'tirishga shunga Ipak yo'li madaniyati borliq, ya'ni Ipak yo'li madaniyatining bir muhim yadrosi savdo yo'li. Men kanalimda nimini o'qib qo'yapman, mana bu nimining kitobini. Darun Ajamoğlu bilan James Robinsonning davlatlar yoki millatlarning ishqa aloqa bo'ladi degan. Bu odamlarning asosiy qilgan tadqiqoti shu mustamlika mazgilidagi Osiyodagi, Afrikadagi davlatlarningki nimishqa aloqa ba'zilarining boy, ba'zilarining nomrod bo'lishini shu vaqtki mustamlika davrida yaratilgan, qurilgan muassasalardan chiqib tushuntirishga uringan kitob bu. Bu odam shu kitobda Darun Ajamoğlu deydi. Davlatlarning har qanday savdo orqali nomrodlikdan qutulgan deb. Ya'ni savdo davlatlarni, nomrod davlatlarni
boy qilishga boshlagan deb. Yevropaning klassik iqtisodshunoslarining ichida savdo alachiligi va merkantilizm nima desa, savdo davlatni boy qiladi deb. Nimishqa biz Uyg'urlar masalan O'rta Osiyoda shunday qilib savdogar millat deb to'nilgan bo'lurmiz desa, Abdushukur Mehmet, rahmatli Abdushukur Mehmet efendimning kitoblarida bor bu. Savdoninki bizning ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz savdoning foydasini ko'rgan, uning kuchini his qilgan. Ammo biz xalqaro savdo deganimizda bu davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi savdo deganimizda u bir davlatningki prezidenti bilan bir davlatningki boshbaqani savdo qilmaydi, xalq qiladi. Shirkatlar qiladi. Shaxsiylar qiladi. Burun an'anaviy iqtisodshunoslikda davlatlar o'zininki sanoatini qo'g'dash uchun shundaq nima qilish kerakdi? Savdo jihatda o'zini qo'g'dash kerak, sirtning melini olmaslik kerak, o'zinikini ko'proq etish kerak deganni qiladigan gapdi. Keyingi zamonlarda, yaqin zamonlarda yer sharlishish maydonga yer sharlish to'lqini maydonga kelgandan keyin nim bo'ldi desa, boshqa davlatlarga mablag' salsa, bizning davlatning kapitalistlari zavodlarni bassa, qarshi tarafning o'zi zavod qurgan davlatdagi xalqningki ishchilarni ishlatgan vaqtda ularga salomatligi, ularga pul maosh berish jihatda muayyan o'lchamga tushirish kerak. O'lchim bo'lish kerak uning. Muhitni bulg'maslik kerak deydigan. Ya'ni xalqaro savdo biz ko'rayotgan shu 20-30 yilning ichida nurg'un narsalarni oson qildi, nurg'un davlatlarni boy qildi, nurg'un odamlarni boy qildi. Buning texnikaning kuchi albatta. Ya'ni qatnash transportdagi, uchur aloqadagi taraqqiyot bu narsalarni yaxshi tarafga olib odamlarga manfaat berdi. Moddiy boyligini oshirdi, xalqning, insoniyatning moddiy boyligini oshirdi. Masalan, mallar, tovarlar, masalan, import, eksport deganimizda tovarlar emas, mulozimatmi bor? Shunday muayyan mulozimatlarmi bor? Masalan, sirtdan odamlar kelib, Amerikaning doktorxonalarida davolanadi, Amerikaning oliy maktablarida o'qiydi. O'qigan vaqtda Amerikaning pulini xajlaydi bu yerda. Shunga bilan birlikda Amerikaliklarmi boshqa emgak kuchi azon davlatlarga masalan 80-yillar, 90-yillarda Xitoyga berib, Xitoyning dengiz bo'yi raylarida zavodlarni qurib, Xitoy Jungo chet el va Xitoy hamkorlik shirkatlarini, mablag'chilik shirkatlarini qurib, zavodlarni qurib, keyin Xitoyningki dunyo bozoridagi dunyoning zavodiga aylanishiga shundoq bir to'p qo'shgan Amerikaning chet elningki shirkatlari, Germaniya bo'lsin, Amerika bo'lsin. Savdoning foydasini shunday ko'rgan hamda keyin Xitoy bak payini dunyoning hamma yeriga azam mollarini eksport qilib, ya'ni kasblashib, maxsuslashib ketdi-da. Anandan bundan Amerika bir 10 yildak bo'ldi, cho'chigida turdi. Shunga bu qitim Trumpningki tamojni bejib qo'yishning bir sababi Xitoyning dunyoning zavodi bo'lib qilishi, dunyoning ta'minlash halqasidagi markazlik o'ringa aylanib qilishiga zarba berish. Ma'lum muhim maqsadning birisi shu. Shunga deydi bu. Sen tamojni bejidan qo'rqsang, bejini olmasin desang, bizning Amerikaga kelib zavod qur. Müşahid ishlab chiqadi. Ayni vaqtda 1980-yillarda Yaponiyaning mashina sanoati bak taraqqiy bo'lib, Yaponiyaning mashinalari Amerikaning bozorlariga kirib ketib, Detroitdagi mashinasozlik sanoatini o'tirishga boshlagan vaqtda shu chaqda Yaponlarga qarshi dushmanlik ko'payib ketib, Detroitda shu mashina avtomobil shirkatidan zavoddan ishsiz qolgan birisi chiqib, bir Osiyolik kishini Yaponlik deb itib qo'ygan, o'chmanlik itib qo'ygan shunday ahvollar bo'libdi ekan shu Amerikadacha. Endi men bu gaplarni nima deyman deganda,
tamoyni beji qo'yishninki ideologiyalik asosi shu. Bizning sanoat bazamiz tarayib ketdi. Xitoy dunyo savdosida ustunlikni egallab ketdi deb. Nimishqa bekamika Vietnamga 46% boj qo'ydi. Chunki Covid mezgilida nurg'un Xitoyning shirkatlari Vietnamga berib olgan gap. Hamda Vietnamdan keladigan mallarga 46% boj olaman desa, va Amerika kelgan mallarning bahası ta'sir uchraydi. Yani ma'lum narsaning bahasi yuqori bo'lsa, uning bo'lgan talab tuban bo'ladi. Hamda mush ishlar bilan xalqaro globalization deymiz yoki xalqaro savdo yo'qolib ketamdi deganda yo'q. Haqlar fan texnikaning uchur aloqaning medianing vasitasi bilan kimning nima qilayotganligini, kimning qaysi jihatda comparative advantage deymiz. Nisbiy ortiqchilik borligini, ya'ni ma'lum bir tovarni ishlab chiqarishda, shuni ishlab chiqarishning tannarqining to'van bo'lishini, ma'lum bir tovarni ishlab chiqarishda, kim shu tovarni ishlab chiqarishda ashuniki fursat tannarqi to'van bo'lsa, biz shu davlatni comparative advantage deymiz, ya'ni nisbiy afzalligi bor, selishtirma afzalligi bor deymiz. Hozir medianing uchur aloqaning nimasi bilan xalqlar bilib ketdi uni. Qaysi mallarning, o'xshash mallarning bahosini, sifatini ishlab chiqargan o'rni selishtirib oladi degan gap. Shunaq bo'lg'achqa ba'zi odamlarga, ya'ni an'anaviy shaklda tijorat qilgan odamlarning tijorat yo'llari etilib qolyotdi. Yangi tafakkur bilan texnikadan foydalanib tijorat qilgan odamlarning yo'li echilyotdi. Bu qanchalik bo'ladi? Bu qanchalik davomlashadi? Uqmaymiz. Nima desa, biz yashayotgan bu dunyo intayin tez suratda o'zgaryotdi-ki, kelgushunoslar qiyoslarni qilyapti. Ya'ni kelgushunoslar deymiz, Alvin Toffler to'g'risida burun 4 yildan oldin so'zlab bergandim. Futurist, kelgushunos. Mana yana birisi bor. Mario Gullin deydigan 2030-yili deb bugungi dunyodagi eng cho'ng yuzlanishlar bizning kelgusimizni qanday o'zgartirdi deb. Ya'ni kelgushunoslar dunyoda qanday bo'ladi, texnika qanday o'zgartirdi, dunyoning tartibi qanday o'zgardi, nima ishlar bo'ladi to'g'risida bo'lish mumkin degan vaqtda qiyoslarni qiladi. Bu qiyoslarning ba'zilari reallikqa aylandi, ba'zilari aylanmaydi, ba'zilari xomxayol bo'ladi, ba'zilari fantaziyalik, ba'zilari aylanib qoladi. Masalan, bizning Uyg'ur xalq cho'chaklaridagi uchar gelam bugungi biz ko'rayotgan aeroplan shu. Yani ma'lum vaqtlar o'tgandan keyin kishilar o'zining aql parastiga, ijodkorligiga tayanib, ma'lum narsalarni reallikqa aylantirdi degan gap. Yana yaratuvchining Allohning bergan aql parasti qudrati bilan. O'qu deydi emasmi? O'qigandan keyin biladigan gap. Bilgandan keyin o'ylangan gap. O'ylangandan keyin ishlarni yaxshilashning qo'yishdan gap degan gap. Xo'sh, endi hozir masala mana bo'layotdi-da. Shu o'tgan payshanba bilan juma kuni 2 kunning ichida 5 trilliondan ortiq pul aksiya bozorida cho'kib ketgan gap. Haqlar pulni yo'qotib qo'ygan gap. 60-larga borgan, yana 5 yil ishlasam pensiyaga chiqaman degan odamlar hozir intayin andish ichida. Bu ularda bir xil g'azabni paydo qilyapti. Agar masalan o'tganda 2020-yil yuz bergan ahil cho'kishni biz nima dedik? Uni afat keltirib chiqargan dedik. Tabiiy afat dedik. Mao desa Trumpning bu tamoyni baji siyosatini, tamoyni bejini oshirishdan iborat siyosati kishilar, hatto Larry Summers Harvard universitetining burungi bir prezidenti Clintonning vaqtida g'azina ministri bo'lgan kishi Larry Summers deb o'zidan hisoblashunas. Bu kishi deydiki, bu Trumpning bu siyosati Amerikaning o'zining putuğuz palçap qallıqı, özünü jarohatlanganligi deydi. Buning nisbatan ba'zilar yana nima qaravatıdı, umid var qaravat qallama ba. Nimishqa deganda, ash nurg'un davlatlarga tamoyni bejini, davlatlarning meligidan elinadigan tamoyni bejining nisbini oshiraman degandan keyin hozir 50 cha davlat Aqsaroyga telefon qilib qolibdi.
Buni Amerikaning xazina ministri Basnat degan kishi da'vatidi. Desa, hatta Vyetnamning Amerikaning mallarga biz tamojna beji olmaymiz. Sen 0% qil, men 0% qilaman da'vat. Lekin Vyetnamda nima keldi meyaga desa, Vyetnamdan keldigan mallar kiyim-kechak, emgaksizlikqa ba, inik sanat malları keladi. Amerikada nima bor desa, kompyuterga o'xshash texnik qizishliq bor mallar bordi, qimmat bo'ldi. Uni jiqab ketmaslik mumkin. Xitoy Xitoyning bilan Amerikaning savdo aloqa balans deb qo'yamiz tangponligida Amerikaga Xitoy 300 milliard dollar, 291 milliard dollar jiq mal satdi ekan bir yilda. Bu Amerikaga mal satdi, Amerikaning dollari qo'lga tushdi. Bu dollarga nima oldi desa, Amerikaning zaimini oldi. Bu Amerikaning zaimi aloqa TBLOB deganimiz shu. Bulardan o'sim chiqdi. 1 trilliondan ortiq Amerikaning zaimi Xitoylarning idarchiligida. Zaim degan hukumatning qarzi. Endi shuna bo'lsa, agar Xitoylarningki million Amerika azalsa, Xitoylarning qo'lida dollar az bo'lsa, Amerikaning zaimini azaladi degan gap. Ma'lum ma'noni aytgan vaqtda bu Amerikaningki maliyasiga nisbatan aytgan vaqtda paysilroq bir ahvol. Lekin bular kelishishi mumkin. 5-oygacha shu tamojna mejini manchi %% oshirib men u deydi g'ash davlatlarning hammasi ichki qismda kelishishi mumkin. Meningcha hozir mani e'lon qildi. Bu ijro bo'lib qiyg'icha paycheklari bozor aksiya bozori cho'kib turdi. Ba'zi parazlardan qaragan vaqtda paycheki yana tövallaydi, cho'kidi da'vatidi. Ya'ni chap kasat bozoriga aylanib ketdi deydi. Ba'zilar deydi-ki, buning agar bu uzun davomlashib ketib qolsa, iqtisodning chekinishini keltirib chiqaradi. Kasatchilikni keltirib chiqaradi. Nurg'un odam ishsiz qoladi. Jamiyatda jinoyat ortib ketadi. Chunki ishsizlik bilan jinoyatning o'tirsida ishsizlik ortgan sari jinoyatning ortishi muayyan bir bir xil positive correlation bor. Birsi oshsa yana birsi oshadigan. Ya'ni ishsizlik tuvalasa jinoyatni tuvallaydi. O'xshash yo'nalishda harakat qildi degan gap. Anandan keyin sizlar fuqsilaman bu to'g'risida iqtisodiy bo'hron Amerikadan iqtisodiy yuz bergan iqtisodiy bo'hron 1929-yilda yuz berib 36-yilda oyoqlashgan. Shu vaqtda 1929-yilda shundoq New York paycheka bozori shundoq cho'ng yo'qotish bo'lgan vaqtda nurg'un insoniy tragediyalar yuz bergan albatta. Bu to'g'risida dedim. Amerika parlamentidagi moliyaga mas'ul yuqori palata kengash palatasining a'zosi va avom palatasining a'zolaridan Smooth Havley degan kishisi 20 ming marta tovarga 20% tamojna bejini 20% qo'yibdi, oshiribdi ekan. Ya'ni o'sha iqtisodning cho'kib ketishi kishilarimizning ishsiz qilishiga sabab xalqning milni olganligimiz uchun deb. Amaliyotda u Amerikaning iqtisodini, ahvolini texmiyirlashtirib o'tgan gap. Bo'hronga aylantirib o'tgan gap. Iqtisodning kasatlashini bo'hronga. Ya'ni o'pka kasalini o'pkarakka aylantirib o'tgandek ish qilgan gap. Shunga hozir bir xil, yana bir xil ishqa umidsiz qaraydiganlarning birisi ba'zilar nima deydi desa, bu qitim Trumpning shu tamojna beji siyosati keltirib chiqargan iqtisodning paychik aksiya bozoridagi cho'kish ashna bir ahvolni keltirib chiqarish mumkin. Yana Smooth Havley qonuni ayni vaqtda Amerikaning iqtisodidagi ahil kasatchilikni bo'hronga aylantirib o'tgan. Bu qitim
Trump'ның мұшы siyaseti özünü özü yarlandırıp, Amerika'nı mevcut bolğan dünyanın soğuda sistemisinden ayırıp çıkırıp, yalğız koydu. Neticede Asiyadaki Xitay, Koreya, Japonlar birleşip oldu. Rayonluq erkin soğuda rayını kuruş mümkün. Avrupa'dakilermi şu, Afrika'dakilermi şu degan qarashlarni o'tirib qo'yayotganlar. Menimcha u natayin. Chunki bu iqtisodiy qudrat, texnik qudratdan, anandan keyin harbiy qudratdan kelayotgan gap, harbiy kuchdan kelayotgan gap. O'sha nimaga qaraylar? Ma u Ukraina bilan Rossiyani o'tirishdi, urushni to'xtatman dedi-ku. Azroq bir to'xtatib qo'yibdi, bergan harbiy yordamni to'xtatib qo'ydi, vaziyat Ukraina armiyasiga foydasiz bo'ldi. Ya'ni jang maydonidagi, so'qish maydonidagi ahvolni uchirilgan ta'minlash va bir qism qurollar. Qurollarning ajalligini bagini yo'q dedi Ukrainaga. Bir qism qurollarni berib, manchilik so'qishyapti. Moskva Putin Ukrainani qisqa vaqtdan ichida olmadi debdigan bu urush 3 yilga so'zlab ketdi. Ikki tarafdan talafot chekkanlar va ikki tarafdan nurg'unlagan odam o'lib ketdi, millionlab odam o'lib ketdi. Xarobroq aylanib ketdi albatta. Demak, bu yerda yana dunyoning siyosiy, iqtisodiy vaziyatida hal qiluvchi rol o'ynaydigan davlat Amerika bo'lyapti degan gap. Ham ma'vu xil tamoyni bejining ishi bilan Amerika bayram bo'lib ketadigan, cho'kib ketadigan ishning ehtimolligi intayin tuvan. Shunday bo'lgan ekan, paychiki bozorga, aksiya bozorga pay sap qo'yilgan, mablag' sap qo'ygan kishilarimiz qanday qilamiz deganda jim turmiz. Setvetmaymiz demakchi. Ankimiz setvetmaymiz. Qo'limizda pul bo'lsa, bu pulning psixologiyasi degan kitobda aytilganidek low cost index fondni olib qo'ysak bo'ladi deb o'ylayman. Shaxsan men shunday qilaman demakchi. Bu nimamga qaytib keladi. Agar Donald Trump tamoyni bejini ilvatmasa, mendaq tuvallatmasa yoki ish qismida nima qilmasa, mendaq kelishim tuzmasa, Amerikaning iqtisodiningki kasatlish qarab ma'noligi aniq. Unda bo'lgan vaqtda onun qutulishga bir necha yil vaqt ketdi balkim. Trumpning vazifasi tugamaguncha qutulamaydi deb. Agar navadi kerak, bir oy kelar hafta yoki 5-oyda qo'pab ikki davlat kelishdik. Ular bizning milimizdan oladigan tamoyni bejining nisbini to'vallatdi. Biz ularning tamoyni bejini to'vallatimiz desa, aksiya bozoridagi barliq mulklarda bahsda ko'tarilish bo'ladi degan gap. Hozir qaraydigan bo'lsak, kripto bozorimi cho'kdi. Bitcoin 80 mingdan tegiga tushib ketdi haqlar. Bitcoin 250 mingga yetdi degan. Ikkinchi cho'ng pul, ya'ni shifrliq kumush deb qaralgan Ethereum tuvan nuqta tushib ketdi. Bir yilning ichidagi 1500 dan tushib ketdi hozir. Haliqa men so'zlab kelgan Solana tushib ketdi. Andan keyin neftning bahsi tushib ketdi. Andan keyin ba'zi bir nimalar tovarlar, masalan, misga o'xshash bular tushib ketdi. Hamda yana ba'zilar deydi-ki, Trumpning bunday qilishi Markaziy bankka Oq saroydan mustasno holda o'zining funksiyalik rolini joriy qildiradigan iqtisodiy o'rin Markaziy bankka. Markaziy bankning boshlig'iga, Jeremy Powellga Trump qo'pab o'simni o'sim nisbatini tushiring deb deyolmaydi, buyruq bermaydi. Ammo mushaqil tufaylidan ishsizlik, odamni ishsiz qoldiga shulab qolsa, o'sim nisbatini kesadi. Ya'ni ba'zilar deydi-ki, Donald Trumpning ma'qul narsani, tamoyni bejini ningki o'sha nisbatini nurg'un davlatlarga oshirib o'tishi tüp maqsad
Xitoyning xalqaro savdodagi o'rniga ta'minlash zanjiridagi muhim o'ringa aylanib qolgan o'rnidan g'ulitish bir. Amerikanınki yasash sanoatini jonlantirish ikki. Anadan keyin mavu tamojna andan keyin üçüncüsü başqa davlatlarninki Amerikanın mallarga qo'ygan tamojna beji nisbatini tushirishga majburlashdi. Ma üçüncüsü bo'lib qolishi mumkin. Bunda qaraydigan bo'lsak, hozir shu ishlarni qo'ygandan keyin Xitoylar juma kuni bizmi 34% tamojna beji olamiz sening mallaringga dedi. Angliyaninki baş ministri Kramer, Stamer mi? Aşina bir adam. Bu adam qopab bizden belimiz 10% alır ekan, biz almaymiz, biz bundaq buna nisbeten qarşı tədbir almaymiz dedi. Avropaning bizmi alamiz degan gaplarni aytadi natayın. Tayland nimaninki Vietnamninki boshlig'i 0% biz Amerikan meliga bajanmayli, tamojna bejini almayli, sen amma deyapti. Ma'lum bir yakil degan gap. Elon Muskning degan gapi yana diqqatini tortdi dedik. Debdiki u Yevropa bilan Amerika bo'lsa bir-birininki mallaridan bajanmasa, men shuna bir ahvolning chiqishini umid qilaman degan gaplarni da'vatibdi. 1800-yillarda Amerika davlatininki shu chog'dagi kirimi asosliqi tamojna bejidan kelgan ekan. 1900-yildan keyin har xil bojlar, masalan biz kirim beji to'laymiz, setilish beji to'laymiz, mulk, ya'ni uy mulk beji to'laymiz. Mana shulardan keladi hukumatlarning, har darajalik hukumatlarningki g'azinasi. Masalan, ishtat kirim beji to'laymiz, o'zimiz turayotgan rayonga uy mulk to'laymiz, uyimiz bayaga. Uy mulk beji to'laymiz, ondan keyin markaziy hukumatga kirim beji to'laymiz degan o'xshash. 19-asrda yo'q degan gap. Andan ba'zi savdo urushi qonliq so'qishqa, odam o'lgan so'qishqa aylanib ketadigan tarixda bo'lgan bu ishlar. Masalan, 1850-yillardami 19-asrning o'rtalarida Angliya bilan Chin sulolasining o'rtasida savdo urushi bo'lib, balqi apin urushi. Bu oxirida Angliyalikning paraxodlari, top o'qlari Chin sulolasining neyzi pepiklik askarlarini yengib, oxirida nima qilgan desa, hozir biz bilgan Hong Kong yoki Shangangni Angliyaliklar o'zining kontroli ostida olgan 100 yil asir tutdi, ularni mustamlik qildi. Ya'ni savdo urushi ba'zida qonliq to'qinishga, urushga aylanib ketish ehtimoli bor degan gap. Hamda mushunga qarab turib Amerika va Xitoyning o'rtasida qonliq to'qinish bo'lamdi deganda savdo urushidan bo'lishi notayin. Chunki iqtisod pek bog'lanib ketdi. Elon Muskning Shanghai Tesla zavodiga hisob qo'ygan mablag'ining hisobi yo'q. Xo'sh, shunday ekan hamda shu mablag' saqchilar nima deydi deganda, kishilarga yosh bolalar deydi. Ya'ni Warren Buffettning gapi bo'yicha aytgan vaqtda hammadan panik qo'rqqan vaqtda sen qo'rqma. Botir bo'l deydi, sen ap qo'y deydi. Hamma qulog'ingda pul bo'lsa demakchi. Hammadan ochko'z bo'lgan chog'da qo'rq deydi. Shunga hozir ba'zilar deydi bu yana tushidi deydi. Shunga saqlash kerakmi, ap qo'yish kerakmi? Odamlar o'zininki ahvoliga qarab ish qilsa bo'ladi demoqchiman. Anadan keyin yeyishi 40-50 yoshdagi odamlar davomli pensiya pulini qo'yaverishga bizdan boshqa amalimiz yo'q hamda. Biz ya bir lag'manxona ichib pul topmaymiz, yoki bo'lmasa zavodimiz yo'q. Shunga idoramizning olgan maoshimizda yanlam 203B, 201ga xizmatimizli bo'lsa qo'yib turish kerak. Ya'ni har holda ma'lum persentlik pulni, naqd pulni keynimiz tashlab qo'yish kerak. Nima ish qiladigan vaqtda hozir ishlar shunday bo'lgan bo'lsa, atog'in hozir avtomobil shirkatlari adam qisqartirib turibdi. Texnik shirkatlar adam qisqartirib turibdi, maktablar qisqartirib turibdi yoki adam ishini to'xtatdi. Ana texnik shirkatlar adam qisqartirib turibdi, atog'in bank sohasi adam qisqartirib turdi. Bu shunday
Yuqumluk kesel okşaş. Emmi sağı taraladı. Anınkin nurgun näsler boldy adamda sizi kaladı. Öyle. Bu burun boğan, aşınaq tekrarlangan gep. Şoňa biz iqtisadi däwirlik diýen düşünje wagt satdy. Kötürülüş, tövelleş, çöküş. Anıkin aslasa sılжyş, yuqur nokta çykyş diýen näse. Anı öýüniň basymy düşüdi. Yani öýüm uyum. Öýüm uyum. Bizning Maslow'nyň ihtiýaçynyň katlam lyk nazariýesindäki birinji ihtiýaç tural goýunyň boluşy. Şoňa men karap durup hyzmatymyzly bolsa, azrak golumyzly pul bolsa, öýüniň basy düşken çagda bir däne sokap goýgan ýaxşy dep garaýmyn men. Rahmet ämmalarga.